Assalomu alaykum aka, hormang. Keling qizlar. Aka, uyimga quyosh paneli o'rnatmoqchi edim. Shunga necha kilovat ketadi? Aka, shu haqida bir ma'lumot bersangiz. Uylarda konditsioner, xolodilnik, mayda-chuyda maishiy texnikalar bor. Ularga 10 kilovat, eng minimal tarzda 10 kilovat quyosh panelini tavsiya qilaman. Agar uylarda konditsioner, xolodilniklar 2 tadan, 3 tadan bo'ladigan bo'lsa, unda 20 kilovat quyosh panelini tavsiya qilaman. Agar siz daromad qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, unda 50 kilovat quyosh panelini tavsiya qilaman. Agar uylarda svet ko'p o'chadigan bo'lsa, unda sizga gibrid tizimini tavsiya qilaman. U faqat zaxira qiladi xolos, sotuvi kam. Xo'p, aka, tushunarli. Panellarni narx-navolari haqida ham ma'lumot bersangiz. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, Jinko panellari va D invertor bilan o'rnatib beramiz. 1 kilovatiga 3300 ming so'm hisoblanadi. Agar kattaroq kilovat sotib oladigan bo'lsangiz, 3.200 mingdan pulini beramiz. Bundan tashqari to'lovlarni Open uzun nasiya orqali bo'lib to'lashga, ya'ni muddatli to'lovga olish ham mumkin. Klientlarga yordam maqsadida subsidiya ajratilishiga ham yordam beramiz. Agar mijozlar qiziqadigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishi mumkin va ijtimoiy tarmoqlarimizda sahifalarimizga obuna bo'lib qo'yishni unutishmasin.